Hovlisi keng bo'lsin, 2-3 sotuv uylarni xohlamayapsizlar. Mana sizlarga zo'r variant. 4 sotuv uyga o'sha 2-3 sotuv uylar narxiga hozir ko'rsataman. Aniq ayta olaman, bu mahallada 4 sotuvga bunaqa narx hech kim taklif qilmayapti. Biz hozir Katta Hasanboyga kelganmiz. Orientirimiz yoshlik sport kompleksi bo'ladi. Mana sizlarga 4 sotuvli hovlimiz, katta, keng hovli qilingan. Bu yerda podnaves, tapchan qo'yib, stol qo'yib o'tiradigan joy, yozgi oshxonasi. Polностью uyga allamachasiga havo aylanish uchun joy tashab ketilgan, yo'l tashab ketilgan. Yo'llarimizda nimalar bor ekan? Xo'p, bu yerda общий санузел ko'chaga. Дальше. Прачечный. Там kirmoshlar yuvib masjidga bemalol quritsangiz bo'ladi masjidda. Keyingisi kotelniy xonasi. Zo'r. Полностью qaranglar, полностью tashalgan. Havo aylanish uchun zo'r ideya qilingan. Uyimiz ham zo'r chiqqan, dizaynlar, remontlari. Narxini aytmadim. 277 ming startoviy qo'yilyapti. Sraz videoni tarjima qilib qo'yinglar. O'zi вообще ko'zinglar bilan kelib ko'rsanglar, menimcha sizlarga yoqadi deb o'ylayman. Hop, kirishimizda qaranglar, mana shunaqa prixojniy. Prixojniy mebellar qilingan. Kirishimizda o'ng qo'lda katta zal qismi. Bu zal o'zi nima uchun? Bu yerda mehki zona uchun va bu yerda stol stul zona uchun. Chunki zalimiz rosa katta qilingan, qaranglar. Juda ham katta zal. Bu yerda mana shunaqa katta panoramli oyna qilingan. Yerdan patologgacha videoni qaranglar. Yomg'ir, qishda menimcha zo'r video ochilsa kerak. Xudo xolisa, uyga olgan insonga buyursin. Kim olsa ham nasib qilsin, xudo xolisa. Bu mana oshxona qismi. Oshxona qismida ham panoramli oynalar qilingan va oshxonasi ham juda ham katta qilingan. Bu yerda ham bemalol stol o'stiriflar ham qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, 250 kvadratga yaqin dedilar uyimizni. Bu yerda mana shunaqa zinantexnika kladovka ishlatsa bo'ladi. Uyimizda podval yo'q. Bu yerda общий санузел birinchi etaj uchun. Bunaqa o'tiradigan ham qilingan, qarang. Ko'pchilik buni qilmaydi, lekin juda ham qulay. Sanuzelimiz katta. Bu yerda mana bitta общий nima, birinchi etaj uchun spalniy xonamiz bor. Oynalari mana yo'l tarafga qaralgan. Zo'r. Xo'p, endi ikkinchi etajni ko'ramiz tezda sizlar bilan. Zinalari ham rosa keng qilingan ekan va chiqib tushish rosa удобный ekan. Ikkinchi etaj chiqirish. Chiqirishimizda prixojka tipi hol. Bu yerda ham mebellar qilib qo'yilgan. Bu yerga yuradigan bo'lsa, общий санузел ikkinchi etaj uchun vanna qilingan. Birinchi spalniyamiz. Дальше. Ikkinchi spalniy xonamiz. Juda ham uyutli uy va oxirgi katta xonamiz. Buni endi ikkinchi zal qilib ishlatmasangiz kerak. Shuning uchun bitta katta spalniy qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. 277 ming 4 sotuv Katta Hasanboy, Alet yoshlik sport kompleksi bo'lyapti. Bemalol любой payt kelib ko'rsanglar bo'ladi. Videoni tarjima qilib qo'yinglar.